Germaniyani universitetiga kelganimda mana shu o'qitilayotgan fanlari kundalik hayotda firmalari, korxonalari kundalik ishlariga biriktirilganligi. Ya'ni bitta teoriyani sizga berdim-ku, u bugungi kunda iqtisodiyotda qanaqa ishlatilyapti, firmalar u strategiyalari qanaqa qo'llayapti. Mana shu tomonlardan birdaniga boshimda ochilish paydo bo'lgan. Moliyada o'qib yurganimda audit fanlar otasi, zo'r auditor bo'laman degan bo'lsam, bu universitetga kelgandan keyin supply chain management, ya'ni ta'minot zanjiri boshqaruvi, logistika, strategik management degan fanlari borligini bilganman va haqiqiy qiziqishimni shundan anglaganman. O'qituvchimiz, masalan, strategik managementni o'qitgan odam avval McKinsey'da partner bo'lgan. Bir necha firmalarda moliyaviy direktor lavozimlarida ishlab, kelib turib tajribasini o'qitayotgan bo'lgani uchun darslar xuddi ertak aytib berilgandek qiziq bo'lardi. Haligi darsdan chiqasiz, keyingi darsni intiqlik bilan kutasiz, yana nima o'rganaman. Shu bor narsami Rustam? Odamlar aytib berishadi-ku, talabalik davrida darsdan keyin darsni kutardik. Bu qanaqa hissiyot bu o'zi? Bu xuddi haligi yosh bola ertak eshitgandan keyin kechasi dadam ertaga qaysi ertakni aytib berarkan deb bo'lgan hissiyotga juda o'xshash bo'ladi. Ya'ni strategik managementda bugun firmalar bunaqa ishlatyapti. Buni davomi qanaqa bo'ladi? Uni qanaqa qilib turib faoliyatimni boshlaganda ishlatsam bo'ladi degan fikrlar bo'ladi. Bu bir. Uni o'rgandingiz, bizni universitet curriculum deydi. Ya'ni o'qish dasturida majburiy amaliyot o'tash bo'lgan. Ya'ni o'rgandikmi, borib turib firmalarda ishlab, ana shuni qanaqa ishlatilyapti. Qay tarzda firmalar kundalik strategiyasiga olib kiryapti, ko'rish imkonimiz bo'lgan. Va mana shular meni Germaniyada qolib, firmalarda ishlab, shu faoliyatga kirib kelishimga katta ko'prik bo'lgan deb ayta olaman.